Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari, mana bugun xudo xolisa boshladik ishni. Uchko'tik yerimiz xudo xolisa bu hozir maydalab, ozgina yuqa olib, greder olib kelganman. Grederda surib, tekislab beramiz xudo xolisa. Mana bu boshlari baland. Bu boshini o'sha burchakka tortamiz. Suv yig'ilib qolayotgan emish. Hozir mana bir slet yengil qilib maydalab olamiz. Sababi grederga turpoq kerak. Keyin bo'lib mana bu o't bosib yotibdi, o't ham grederga chiqilib beradi. Chiqilib qolaveradi. Shuning uchun yengil yurib yuboriladi. 192 X kalibrimiz xizmatda har doimgidek. Baxtimga omon bo'lsin. Endi bu gapim qanchalik kulgili tuyular, lekin Allohga shukr, qayta shu motoblogimdan raza baraka topdim. Allohga behisob shukr. Sizlar ham olinglar, qaranglar, yaxshi qarasanglar, bu Xitoy mahsulotimi, Rossiya mahsulotimi, Amerikaniki bo'lmaydimi? Ish berar ekan, bu isboti. Mana mendan xulosa chiqarsanglar bo'ladi. Xitoy mahsulot mana shu bu yil 6 yil bo'ladi xudo xolasa, avgustda olganimga. Qayta aytyapman, hali motor ochilmagan, hali galopga kirishkasi ochilmagan ba'zi. Lekin ishlagan puli xudoga shukr ancha pul ishlab tashladi. 20 barobar, ya 10 barobar chiqardi o'zini pulini. Albatta buni tagida katta mehnat yotadi. O'zini yaxshi qarab, yaxshi foydalanyapti. Allohga behisob shukr. Hali ham yaxshi holatida. Qolaversa, ancha oilaviy, moliyaviy tomondan yordam beryapti. Ish bo'lib tursa bo'ldi. Hozir bu surish jarayonini ham tashlayman xudo xolasa. Ozgina turpoq qo'ysin. Hozir grederga turpoqli yer bo'lmasa bo'lmaydi. Bu videoni ham xudo xolasa olib qo'yamiz. Ko'ringlar, mazza qilinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Qo'ldan kelgancha video chiqaraveramiz. Xalqqa ma'lum bo'lsa bo'ldi. Sen bunaqasiga men aytdim, bu yog'ini yurib. Sen bu yerdan bu yog'ini. Yengil yuraver. Maydalanish kerak turpog'i. E'tibor beringlar, biz hozir yer haydayotganimiz yo'q. Ozgina grederga turpoq chiqaryapmiz, где-то 10 cm. Yer ustini tortishga. Yana kommentariyaga chuqur haydamayapti bu degan xayolga bormanglar. Xudo xolasa bu tekislagandan keyin yaxshilab haydab joyiga olib beramiz. Imkon qadar uni ham videosini tashlayman. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Tushunmagan joyini so'ranglar. Telefon nomerlarimiz bor. Gapiribdi.
agar biz bilmagan joy bo'lsa yozinglar kommentariyada, o'rganaylik. Bir-birimiz bilan fikr almashib, bir-birimizga o'rgataylik. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammaga omad. Charchamanglar.